Ustalar, ishni biroz to'xtatingda 1 daqiqa e'tibor bering. Parkent bozorida joylashgan Aluclass Dealer do'konida endi showroom ham o'z faoliyatini yuritmoqda. Bu degani siz mahsulotlarimizni shunchaki rasmda emas, balki joyda ko'rib, sifati va ko'rinishiga bevosita baho bera olasiz. Do'konning o'zi ilgari ham faol edi. Endi esa mijozlar qulayligi uchun barcha asosiy mahsulotlar namoyish etilgan showroom ham tashkil qilindi. Mahsulotlar har doimgidek original, sifatli va eng muhimi tanlov imkoniyati keng. Rasmiy dilerimiz Shuhrat akaga bir nechta savollar bilan murojaat qilamiz. Assalomu alaykum Shuhrat aka. Biz siz bilan ko'p yildan beri muvaffaqiyatli hamkorlik qilib kelyapmiz. Qachondan beri Alucabot savdosi bilan shug'ullanasiz? Tajribangizni ozgina bo'lishib keting. Alucabot sohasiga kirganimizga biz hozir boshlaganimizga 15 yil bo'ldi. 15 yillik tajribamiz bor Alucabot sohasida. Aluclass kompaniyasi bilan ochilgandan beri biz ishlaymiz. Doim hamkorlik qilib kelamiz. Bu joyimiz o'zi skladimiz hisoblanadi. Do'konimiz shunda Parkentskida, yo'l yuzida, hammaga qulay. Bizani ko'pchilik taniydi endi 15 yillik tajribaga ega bo'lganimizdan keyin ko'pchilik taniydi bizani. Skladdan kutib, klientlar skladdan qo'yib yuboramiz. Buyurtmani olgandan keyin qancha vaqtda yetkazib berasizlar? Dastavka qiladigan nechta mashinalaring bor? Dastavka masalasiga kelsak, biz zakaz olganimizdan keyin iloji boricha tezroq yetkazib beramiz. Hozirgi kunda 4 ta, 5 ta dastavka mashinalarimiz bor. Xudo xolasa klientlarni kuttirmasdan tez yetkazib olib beramiz.